Assalomu alaykum milliarderlarim. Bugun yangi yana soni aynan ayol loyihasida biznesini boshlagan. Ayol loyihasida 3 hafta o'qib, pul olib moliyalashtirilgan ayolimiz hozir o'zlarining do'konlarini ochibdilar. Eng menga yoqqan tarafi bilasizmi nima? Bizlarning ochilganimizga endigina 8 oy bo'ldi va hozir 2100 ga yaqin ayolni o'qitdik offline Toshkent shahrida va 400 dan ziyod insonlarga, ayollarga pul berdik. Meni eng quvontirgani nimaki, hamma yon atrofidagilarga ayolga boringlar, o'qinglar, pul olinglar, rivojlaninglar deb bir-biriga sarafanni radio qilib gapirishayotgan ekan. Hozir bu qizimizni Habibullayeva Nozma Beruniy filialimizda 13-patokda o'qigan ekanlar. Bu yaqinda o'qib 35 million so'm olib, o'zlarini kiyim do'konlarini ochibdilar. Hozir kiyim do'konini ko'ramiz va o'zimizning yana ekspertimiz bor, Noil opam. Aynan shu kiyimlar bo'yicha ekspertlar. Men savol beraman, ular ham savol beradilar va ozgina razbor qilib beramiz. Kiyim do'koningiz bo'lsa, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Ketdik. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Rahmat. O'z qanaqasiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qanaqasiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xayrli bo'lsin. Tabriklaymiz. Xayrli bo'lsin. Yangi magazinlaringizlar. Yangi bu. Yaqinda ochdingiz? Ochdim, Kazgindan Keslaga borganman, yana yurg'izganman. Undan oldin bo'lgan magaziningiz. Qachon bordingiz ayolga? 13-patokda o'qiganman. 13-patok qaysi oy edi? Oldingi oyda, ya'ni bu degani aprel oyidan o'qidingiz va may oyida moliyalashtirildingiz. May oyida necha pul oldingiz? 35? Men 35 million debman, uzr, 20 million oldim. Yana deyishdi, qilib ko'ring, yana 15 million beramiz deyishdi. Boshlab oling deyishdi. Necha yildan beri shu sohadasiz? Men o'zi tanishingiz kerak, Habiba Shamsuddinovada ishlaganman. Habibani taniyman. Keyin ishlab chiqarishga qiziqardim-da. Men bitta shu biznes bo'yicha anaqa qilganda kirib ko'r, nima o'zi ishlab chiqarish degan uchun u yoqqa kirganman. 3 yil o'rganganman. O'zi qiziqaman shu narsaga. Darslarda ham faqat rasm chizib o'tirardim-da. Matematika darsim boshqa farqi yo'q. Shunga axiri baribir qildim shu narsani. Bu yerda o'zingiz ishlab chiqarasiz? Qarang, o'zimniki ham bor, Turkiyani ham bor. Mana men bilan o'zimiz chiqarganmiz. Молодец. Zo'r chiqdi. Menga aniq o'yningiz yoqdi, sotdingiz menga. Sotdingiz. O'zi hozir aytamiz, sotsa yaxshi tadbirkor bo'ladi. Sotdingiz menga. Keyin bir xil Turkiya deyishadi. Turkiyadan ko'ra biz ham yaxshi chiqaramiz-da. Mana bular bilasiz. Mana dvoykalarimiz Turkiyalikida, lekin kачество bo'yicha baribir o'zim. Mana sizlardan olganim, men 4 tasini chiqardim. 4 rulon oldim. Bu ko'nglaringiz-a? Noil opa endi bitta razbor qilib bering endi. Yo'q, zo'r. Videoda ham qo'yganman, 25 metrdan bo'lib. Shtapil ekanmi? Shtapil. Buncha zo'r. Uchi kiyishganmi bu shunda? Uchi kiyishga. Keyin Turkiya kaltaroq chiqaradi, bilsanglar, hijobli ayollarga. Mana bu Turkiyanikida biz bundan sotdik. Keyin kalta bo'lib qoldi, kofta bo'lib qoldi. Yuvib qildik. Va 25 metrdan bo'lib erimni yuvib chiqardik-da. XL razmeringiz bormi? Tilishlari ham choklari. Menga berasiz, qaynonamlarga olaman. O'zingiz bormi? Sexingiz bormi? Yo anugam outsourcing tiktirasiz. Farxatskiy sexlarga. Asl sex aylandim, yoqmadi chalka, Qo'qondan topdim. Noil opa buni qarang. Tikuvchilar meni ham Zo'r. Narxlaringizni qanaqa qo'yasiz? Qarang, birinchi men Turkiyadan olib kelganimda qimmatroq bo'ldi-da, ko'pchiligi qimmat deyildi. Shu 600 ming narxdan pasti menga norma. Masalan, sotishimga yo'q, mana o'zingiz ishlab chiqaryapsiz-ku. Men bilan qancha? Va shu zo'r narsa. Yo, zo'r qilibsiz, menga rosa yoqdi fason. Bemalol turkiyaniki bilan solishtiraman, bizlarda ancha sifati yaxshi. Hozir bu taraf ayolmi shunda? Yo'q, mana shu 4 tasi ayolmi? Mana men bilan olganman sizlardan Turkiyadan anaqa bo'lib qolganda, mana men bilan. Sotdingizmi? Mashinangiz chiroyli ekan. Voy, mashinangiz asal ekan. Bu o'zingiz tikkanmisiz? Juda ham chiroyli. Noil opa choklarni ko'rib bering. Dahshat. Yaxshimi?
zo'r. Shu turbanchilik Вообще. qilishgan hammasini to'g'risi aytsam. Молодец, zo'r. Rosa Noila ham opa zo'r. balkim birga ishlaysizlar. Mana buni ham Undan. o'zi Fasonlarini chiroyli qilar ekanda. Fason ham chiroyli. Voykalar chiqaradi-da. Faqat bizga $100 $130 olib kelishadi. Hozir nechi pul siz aka? Bu mana 600 mingga chiqarganman buni. Foydami? Xo'p, qarang, o'zi tushishi sizga rasxodi qancha bo'ldi buni? 400 mingga yetmaydi. 355 mingda. Xo'p, 355 ming qanchaga tikasiz? Necha soat tikasiz buni? Bularniki anaku qo'qonga bo'ladi. Ha, tez bo'ladi. Значит, birga bir qo'yganlar bu normal holat-a bularga. Naborot yaxshi. Kiyim biznesida unaqa jam marja ko'p qolmaydi. Qancha qoladi? Men 30%. bilmayman. Shunaqa. Yo 30 40 35 deylik. 30% dan Hozir sizda undan ko'p qolyapti. 30%. Ha, mana o'shangacha. Normal, qoladi, ha. normal. Asatda qoladi. Skidka deysiz. Skidkadan ozgina qoladi. Mana shunaqa narsa bo'ladi-da. Yaxshi sotyapsizmi? Qanaqa klientlaringiz qanaqa? Emas, yaxshi. Endi yana ham ana Instagram yo'riqilishni Mana bu ham boshlagan. rosa chiroyli. Shunaqa har rangdan chiqarib qo'ygan. Mana shu menga yoqdi. Dior stil qilibsizlar-da. Shunaqa. Rosa chiroyli Men bu qilibsiz. ko'ylagim zo'r ekan. Bu Asosiy sotuv qayerda bo'ladi? Instagramda. Ha. Men bu endi mahalladagilarga alohida qilib qo'yganman. Bu yerda mahallada. qarang qanaqa zo'r. Menga yoqdi men bular. Mana buni ko'rdingizmi? O'sha Mashinangiz ham yaxshi ekan. qo'p kelgan. Men bu vasha yoqdi. Qarang Shohida, men o'zimga bitta olsamdi. Oling endi. Bitta anaqa qilib ketaylik. Pochin qilib. Voy, rosa chiroyli ekan. Buni ham o'zingiz tiktirgansiz. Qarang, hozir u Qo'qondami shunda ishlab chiqarishingiz sizda? Mandachi ha. Menga yangi. Mashtiga tushadi, choki yaxshi-da. Ularni men topolmadim. Ular o'sha yerda turib Toshkentda tikishadi. Toshkentda И partiya tikishadi. Ha, shunaqa. Hozir qarang, oyga hozir qancha sof foydaga kirdingiz? O'sish qanaqa bo'ldi? Mana misol ayolda o'qidingiz, ilm oldingiz, to'g'rimi? Baribir u ilmlar ham sizga yordam berdi. Dash ustozlarimizga ham yozib turaman, qayerda xato qilyapman, men ko'rib bering deb Islomjonga yozdim, javob berdilar. Ayolda o'qishingizdan oldin qancha topardingiz? Hozir o'sha ilmlarni olib qanchaga o'sdingiz? Bu juda ham qiziq, chunki juda ko'pchilik o'qishyapti. Aynan sizni biznesingizni ham o'zligini shaharligida, o'sha o'zligini tumanligida ochishmoqchi-da. Aniq aytolmayman, lekin ancha yaxshi bo'ldi. Yo, aniq aytishingiz kerak-da. Aniq sizman aytolmayman. Bizda shu anaqa bor. Bizda yo'q. Mumkin emas-da aytishdi. Yo'q, mumkin. Yo'q, xo'p, mayli. Gap mumkin emas emas. Bilmaydi ayol kishi ijodga. Yo'q, bilishadi. Bular juda biladigan. Men bilaman-ku, lekin masalan bu yerda o'qigandan keyin nisbatan deylik ko'proq, 10 ta ko'proq sotdim deylik. 10x ga oshdingiz. Ha, shunaqa. Bu degani 1000% degani-da. 10 ta ko'proq. Mana bugun sotuvchimiz hisob qiladi, 11 plus bo'ldi o'sha bu yoqda. Ha, bir kunda 10 tadan ko'p mahsulot sotasiz. Shunaqa, nisbatan ko'paydi. Oldin bitta sotardingiz. Ha, ana nima deydi, yurg'izolmay qoldim desam ham bo'ladi. Zo'r. Bir qarang, ayolga kelishingizdan oldin kuniga bitta sotardingiz, ayolni o'qib moliyalashtirish olib kuniga 10 ta sotyapsiz. Bu juda ham zo'r, bir oy ichida. Ishlaringiz zo'r. Baraka, ham Молодец. baraka Noila opa. Da, Bizdan-chi pul zo'r. olgan ayollarcha haqiqatan shunaqa zo'r baraka bo'lyapti. Kerak, men har xil odam Bulan ko'proq oling, bulan. pul aloqa qilishadi-ku. Men o'zi pul olib ketayotganda aytishganki, baraka bizani pul deyishdi. Men bu narsaga rahmat beraman-da. Rostdan shunaqa ekan. Xuddi shunaqa. Mana odam pullari ham shunaqa. Men sezaman bu narsani. Bu yerdan olgan pulim ham haqiqatan ko'proq oldim-da. Udachni bo'lib qoldi, mol olishlarim arzon narsa bo'lib qoldi. O'qish kerak degan. Bizda islom moliyasi bo'lgani uchun bizda ustozlar aytishgan, baraka deb. Yana bitta narsa aytaymi? Bizdan pul olib bekitayotgan odamlar bor-ku, biz aytdim bekitmaylar, bu Alloh bilan bizani o'rtamizda shartnoma bor deganimizda shu odamlarning ishi o'xshamay boshqa joydan so'rayapti. O'zligi kelib, tan olib, uzrligini so'rab, o'sha pulni tashlab ketishadi. Bizda bo'lmasa hech ham bizda endi islom moliyasi bo'lgani uchun, "Voy, sen menimcha topolsam, menimcha berishing kerak" deyotganimiz ham yo'q Noila opa. O'zligi. Bizda yo'q, o'zligicha, ya'ni aytishadiki, Shohid opa sizlardan pul olganmiz, zo'r chiqdi, ya'ni zo'r barakaga kirdik, bekitishni boshlagan edik, Alloh boshqa joydan bizga survordi. Shunaqa holatlar bo'ldi, bilasizmi? Juda yomon holatlar bo'ldi. Birinchidan birovniki birovga buyurmaydi. Bu bir. Ikkinchisi, insonchi baram o'zini insofini biladi, iymonini bekitsa hamchi o'sha uxlolmaydi kechasi bilan Noila opa. Niyat boshqacha bo'lganda, Xuddi shunaqa. boshidan niyatlaringiz boshqacha-ku, уже kim Xuddi ana shunaqa. bo'lsa, уже
mana shu narsaga juda qo'rqaman. Hattoki o'zimizni uyimizda mana mayda cho'da pul qolib ketadi-ku, oldin bemalol olib ishlataverardim-da. Masalan, kimgadir hozir so'rayman. Chunki o'sha pulni olganim menga bundan 100 baravar bo'lib chiqib ketadi. Men shu ilohiy qonunlarga juda ham qattiq qarayman va ko'pchilik ayollarimizga, bizda o'qib pul olgan ayollarimizga ham shu narsani tavsiya qilib qolaman. Bu biza tarafdan emas, bu qanaqadir ilohiy qonun. Biz sizlarga pulni o'sha rivojlanishingiz uchun berdik va rivojlanish yo'lingizda aldov bo'lmasa zo'r ketasizlar, inshaalloh. Endi bizning ekspertlar sizlarga yordam berishyapti. Hech qanaqa masalan savol berganingizda javob bera olmaydigan paytlar bo'lmadimi? Men juda minnatdorman. Aynan yana yaxshi kuratorlarni olib kelgansizlar. Instagramda ham topga chiqqandek nima deb mana Instagramda yozaman yoki ularga nima mana bu joyda nima qilsam ishlab chiqarish qolgan Islomjon aka yozib jon anaqalar bilan javob berdilar-da. Shunaqa yoki ularning konsultatsiyalari qimmat ekan-ku anchagina. Ancha hozir men bilasizmi 10 ming dollarlik konsultatsiya oz tekinga keldi sizni oldingizga. Bekorga emas, ekskursiya. Noilapamdan foydalanib oling. Nima savollaringiz bor? Noilapamga beradigan savolim qarang. Menda bitta narsa anaqa bo'lyapti. Men xohlayman mana shunaqa kiyimni chiqarishni. Ozg'in ayollarga. Siz stilingiz menga o'zi to'g'ri keladi. Mendan katta kiyimni so'rashadi. Shu yoqmaydi shu narsa. Men birinchi qilib ko'rdim, qani Turkiyadan olib kelib ko'rdim. Aytishdi, semiz ayollarga qilgan deyishdi. Tushunmadim men bu narsani. O'zimni yo'limda davom etaveraymi yoki nimadan maza qilasiz, o'shanda keting. Da. Siz nimani to'g'ri deb tanlasangiz, o'sha zo'r bo'lib ketadi. Lekin meni bizdan ham rosa ko'p so'raydi. Ba'zida XL bitta narsani aytadi, lekin olishmaydi. Chiqargandan keyin olib ketmaydi. Lutchi o'shaning uchun o'zimga yoqadigan narsani da o'shani qiling, maza qiling, chunki ishimiz ishimiz bu kiyimlaringizga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli, молодец, zo'r. Do'koningiz ham, kirganda ham hamma narsasi vashe zo'r. Shunaqa. Mana bularni birinchi chiqargan narsalarimiz bor. Qarang, mana buni hamma ham qilmaydi-da, bilasizmi? Barqada. Hech kim ham qilmaydi-da. Yo, zo'r sifatga zo'r Mana Turkiya, mana oldilarini qarang, bu уже boshqa ishda. Oldini ko'rasizmi? Qo'ynim to'lmadi. Zo'r ishlagansiz. Zo'r. Xullas, qadrli tomoshabinlar, shu yerdan ko'rganingizdek, mana qo'llarimizdan ko'rganingizdek, haqiqiy tadbirkor shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'zini mahsulotini sota olgan tadbirkor birinchi o'rinda muvaffaqiyatli bo'ladi va biz bu narsani juda ham ko'p ko'rdik. Yaqinda pastelchi qizimizga borgan edik. Biz video olishga borsak, o'zimizga 10 ta pastel sotganlarni bilmay qo'yamiz. Ham o'zimga sotdilar, ham yonimdagilarga ham sotdilar va hozir kelib yana kecha ham sotib ketibdilar. Va ularni eng katta plusi nimadaki, birinchi o'rinda nima Noilapa bo'ladi? Bo'ladimi? Atmosfera. Men bu kiyib turgan mana kiyimlari o'zlariniki, unda kirgandan menga ham masalan приятныйda, olgis keladi. Ya'ni sotaman deb turibdilar-da. Siz bo'lmasa uncha odamkini olmaysiz. O'zlari bo'lmasa ishlab chiqaradilar. Lekin menga yoqdi kiyimlari noodatiy, ya'ni o'zlari nima xohlashini biladi va shuni odamlarga olib kelib sotyapti. Trend orqasidan quvganlari yo'q. Mana menimcha katta plyus. O'zini chiqaryapti-da. Bir oy ichida 1000% ga o'sgan ayollarimiz natijalardan biri bizani birinchi jurnallarga chiqadilar, xudo xohlasa, chunki biz iyul oyida, 1-iyul oyida tug'ilgan kunimda ayol loyihasiga 1 yil bo'ladi inshaalloh. Chiroyli qilib ayollarning natijalarini yig'amiz, ustozimizga taqdim etamiz. Jahongir Abidovichga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz, chunki ayol loyihasini qo'llab-quvvatlayotgan, aynan ayollarga pul berayotgan inson shu insonimiz bo'ladilar va ustoz rahmat sizga va yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, agar siz ham bir oyda 1000% ga o'sishni xohlasangiz, albatta Toshkent shahrida bo'ladigan bo'lsangiz, ayol loyihamizga keling, o'qing. Bizda hozir Ashxobod filialimiz bor, Beruniy filialimiz bor. Ashxobod filialimizda 2 ta filial hisoblanadi, chunki 1-2 etajda o'qitamiz ayollarni. Beruniyda ham xuddi shunday. Sizni kutib qolamiz va quyidagi raqamlar orqali bizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Rahmat sizga ham kattakon. Omad tilaymiz.
Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, ishlaringiz. Yo, omin qilmasak bo'lmaydi. Baraka bo'lmaydi bo'lmasa. Nima niyatda shu biznesni boshlagan bo'lsangiz, gullab, yashnab, hozir bitta filial bo'lsa, butun O'zbekistonda kamida 14 ta filialingiz bo'lsin va eng asosiysi sizga baxt tilaymiz, baraka tilaymiz. Shunaqa barakangiz zo'r bo'lsin. Bizlarning ham yuzimiz yorug' bo'lsin siz bilan qo'shilgan holda. Rahmat aka. Rahmat, sog' bo'linglar.